Assalomu alaykum aziz hurmatli YouTube'imizning kanalidagi. Mana sizlar bilan anchadan beri ko'rishganimiz yo'q. Mana bugun sizlar bilan ozgina o'zimiz o'rtoqlashmoqchiman. Hozir agentlikdagi ishlarimizni ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, mana shu dehqonchiligimizdan tashqari mana tovuq hamda o'rdakni bir sinab ko'raylik dedik. Qarangki, o'rdakni kichkina jo'jochasini olib keldim. 15 kunda shu holatga kelib qoldi. Mana unga sun'iy havzacha ham yasab berdim. Sun'iy havzacha yasab berdim. Mana shu o'rdaklar bilan birga olib kelgan jo'jochalarim. Mana bular ham katta bo'lib qoldi, lekin o'rdak juda tez katta bo'lar ekan. Kasal ham bo'lmaydi ekan, o'rdaklar juda ham yaxshi ekan. Shuning uchun uyimizga daromad kirgizish uchun jo'ja hamda o'rdaklarni ham boqishimiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, mana shu yerda kartoshka yetishtirib oldik. Kartoshkani joyini 3 marta suv qo'ydik. Chunki kartoshkani joyiga suv qo'yilmasa, undan keyingi ekin bo'lmaydi. Chunki biz bu yerga sholg'om ekamiz, kechki sholg'omni. Mana 25-iyulgacha bu sholg'om ekilaveradi. Kechki sholg'omni, beshariq sholg'omi, ana u shirin ham ovqatimizga shirin kirgizadi hamda u har bir narsaga shifo baxsh. Shuning uchun joyini mana shunday tozalab olib, bugun tozalab olsam, ertaga jiyak olib, ana undan keyin sizlarga ekish jarayonini ham keyingi syomkada ko'rsatamiz. Hozircha yerni tozalab olamiz. Chunki suv qo'ymasa sholg'om chiqmaydi. Kartoshkani kraxmali bo'ladi. Kartoshkadan keyin 3 marta bir iloji boricha 2 marta yoki 3 marta suv qo'yib olishlaring kerak sholg'omni ekish uchun. Mana tozalab olib yerni. Mana endi bunga ertaga jiyak olamiz. Endi boshqa ishlarimiz bilan, limonchiligim bilan sizlar bilan limonni cho'miltiraman hozir kirib limon haqida gaplashamiz. Sizlar bilan oldin gaplashganmiz limonni endi o'rgandim dedim. Mana bu yil Xudoga shukr juda ham chiroyli o'rganib oldim. Mana anomal sovuqda bir oldirib qo'ygan edim. Mana anomal sovuqdan keyingi holati. Mana bugun meni o'sha Limonchilik akademiyasidagi bitta bolani har doim YouTube'ga kirib ko'raman. O'sha orqali bularni zelyonni agrobaskalarini, keyin o'sha meva qilmaydiganlarni olib tashlashliklarni o'shandan bilib, o'rganib mana shu holatga keltirib oldim. Endi bugun o'sha juda havo isib ketganda haftada 2 marta yoki 3 marta cho'miltirishimiz kerak. Limonni ham o'rganib oldim. Oldin shu pomidorlar yoki o'sha dehqonchiliklar, boshqa narsalar bilan shug'ullanaverardim. Limonni endi bundan bag'iga Xudo xolasa mana limonchiligimizdan o'ziga darajada yetarli darajada o'zini oqlayapti. Shunaqa qilib cho'miltirib tursak, o'sha baklari yoki hali unaqa o'rgamchakana qolgan bo'lsa, o'sha o'rgamchakana tushganini nimasini yo'qotadigan bo'lar ekan. Suv bilan o'sha tanasiga tushgan o'rgamchakanani haligi kivini rangiga kirib qolar ekan agar o'rgamchakkana tushgan bo'lsa limonda holati. O'shaning uchun mana shuni oldini olishlik uchun biz ularni randiqqa cho'miltirib turamiz ekan. Haftada 2 marta. Yo'q 3 marta. O'sha havoni bo'lishiga qarab. Hurmatli obunachilarim, men bitta narsaga ishonch hosil qildim. Chunki inson harakat qilsa, bir narsani qilsa, bir narsani bilgisini kelsa bilar ekan. Harakat qilaversangiz, izlansangiz hamma narsaga natijasiga yetishakan. Mana Xudoga shukr, limonlarim deyil juda ham chiroyli nima bo'lib qoldi. Buni men o'sha YouTube orqali o'rgandim. Mana shu darajaga keltirib oldim. Hurmatli obunachilarim, sizlar bilan yanagi safar uchrashamiz. Unda boshqa qulpinayni ham jayam qo'l urganman deganman. O'sha qulpinayimni ham bil ko'paytirib oldim. 120 mingligida chiqdi. Endi uni sotmadim, lekin o'zimiz bolalarim yedi. Mana ko'paytirib mana shu tomonga
Kulpinayni ham qilmoqchiman. Keyingi mavzumiz Kulpinay haqida bo'ladi. Like bosinglar, obuna bo'linglar, yana obuna bo'lsalaring tez-tez uchrashamiz. Xayr, yaxshi qolinglar.